Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Elif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Allah'tan başqa heç məbud bərhaq yoxdur. Allah həmişə tirikdir. Məxluqatni idare qılıb turğucudur. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Ey Muhammed, özdən ilgirki kitaplarını təsdiq qılğucu, haq kitabni, yani Qur'anni Allah sana nazil qıldı. İlgiri kişilərə yol görsətküç qılıb Tevrat bilan İncilni nazil qılğan idi. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Haq bilan batılni ayrıgıcı kitabni, yani barlıq samavi kitaplarni nazil qıldı. Şübihəsiz ki, Allah'ın ayetlerini inkar qılğanlar ahiretdə qattiq azabqa duçar boludu. Allah g'olibdir, yamanlarni jazolag'uchidir. İnnallaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi ve la fis samaa. Şübihəsiz ki, osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfi emas. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. O sizlerni bachchidanlarda, yani ananglarning qo'rsqidagi chig'inlarda o'zi xohlagan shaklga kirgizdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ey Muhammed, o Allah sana kitabni, yani Kur'an'ı nazil kıldı. Onunda mehkem, yani manisi uçuk ayetler var ki, ular kitabның, yani bütün Kur'an'ның asasıdır. Yani başka muteşabih, yani manisi muayyen emas ayetleri bardır. Dillerinde əgirlik var, yani gumrahlıqqa mail kişiler fitne qozğaş ve öz rayı boyunca mana beriş üçün muteşabih ayetlerge əgişidu. Yani muteşabih ayetlerini öz nefsi haişi boyunca çüyendirdi. Bundaq ayetlerinin haqiqi manisini faqat Allah bilidu. İlimde toşqanlar eytidu, onunla işendu. Hammisi Perverdigarimiz tarafından nazil bolğan. Bunu faqat aql egillerler düşündü. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Perverdigarimiz, bizni hidayet qılğınından keyin dillerimizni toğır yoldan burup etmegin. Bizge dergahingdan rahmet begişligin. Şübhisiz ki sen bendeleringe atalarını bekmo begişligüçsen. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Perverdigarimiz,
Şübhisizki kilişi cheksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob ilinadigan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uvchisan. Şübhisizki Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. İnnellezîne keferû len tughniye anhum amwâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey'â ve ulâike hum vekûdun nâr. Kafirlarning mollari, bolalari Allah'ның azabı aldıda hakikaten hiç nersige dal bolalmaydı. Ular yani kuffarlar dozaqның yıkılğusudur. Kadabi ali fir'aun vellezine min qablihim kezzebu bi ayatina fe'akhadahumullahu bi zunubihim vallahu şedidul iqab. Bu kuffarlarning hali Firavun tavalarining va ulardan ilgirkilarning holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni jazoladi. Allohning jazosi qattiqdir. Qul lillazina kafaru satughlabun va tuhsharun ila jahannam va bi'sal mihad. Ey Muhammad, kafirlarga aytdimki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'plansizlar. Cehennem nima degan yomon to'shak? Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'yal 'ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha' İnne fî zâlike le'ibreten li'ulil absar. Ey Yahudiler cemaati, Bedir'de jang üçün uçraşkan iki guruhda sizler üçün ibret var. Biri Allah yolunda uruşayotgan guruhtur. Yani biri Müslümanlarını sanını özlerdek iki baraber op-oçuq görgen kapırlar guruhidir. Yani Allah kapırlarga korkunuş siliş bilen ularını uruştan qol yığdırış üçün Kapırlarga Müslümanlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egilari uchun ibrat bor. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan-nisa'i wal-banina wal-qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal-fiddah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ayallar, oğullar, altın kömüşten toplanğan köp mallar, argımaqlar, çarıqlar və ikinlərdən ibarət köngül tartıdığan nərslərinin muhabbeti insanlarga çıraylık görsətildi. Ular dünya tirikçiligida mənfəətləndiğan baqası yox şeylərdir. Allah'ның dərgahida bolsa qaytıdığan güzel joy, yani cennet bardır. Şunun üçün başqaga emas, cennetke qiziqish kerak. Qul a'unabbi'ukum bi khayrin min zalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Ey Muhammed, kavminge aytqin ki, sizlarga ulardanmı, yani dünyanın zibu zinnetleri ve nimetlerdanmı yaxşı bolgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodarlar üçün Parvardigori huzurida ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok juftilar bor. Taqvodarlar üçün yana Allohning rizosi bor. Alloh bandalarini, yani ularning hamma ishlarini ko'rib turg'uchidir. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
Ular yani taqvodorlar Parvardigorimiz biz shubhisiz iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Ular yani taqvodorlar sabr qilguvchilardir, rostchilardir, Allohga itoat qilguvchilardir, yaxshilik yo'llariga pul mollarini sarf qilguvchilardir va saharlarda istig'for etuvchilardir. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah adaletni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahlilarmi shundoq guvohlik berdi, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Innad-din 'indallohil islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Hakikaten Allah'ın nazarında makbul din İslam dinidir. Kitap verilgenler yani Yahudiler ve Nasaralar fakat özlerine ilim kelgenden kiyinla özara hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Yani İslamның haqliqini, Muhammed aleyhisselamның peygamberligini roşan paketler orqali bilib turib, ko'ralmaslikdan inkor qildi. Kimki Allohning oyatlarini inkor qiladigan, Allah uni yaqinda jazolaydi. Allah tez hisob olguchidir. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Ey Muhammed, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, menga agashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim. Ya'ni Allohning amrlariga bo'ysunguchimiz degin. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va ummilarga, ya'ni arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'rsa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliq qilish mas'uliyating bor. Allah bandalarini, ya'ni hamma ahvolni ko'rib turguchidir. Innallazina yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunan-nabiyyina bighayri haqqin wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil-qist وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Allah'ın ayetlerini inkar kılıdığanlar, peygamberlerini nahaq öldürdüğanlar, kişilerinin içindeki adaletke buyuruyduğanlar, yani Allah'a davet kılgıçlarını öldürdüğanlarga çokum qattiq azap bilen hoş haber bergin. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Ani şularning dünya ve ahiretdeki amelleri bekar bo'ldi. Ularga hiç yardım qilguvchi yo'qdir. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Kitaptan nesibe berilganlar, yani Yahudilarning o'limalarını görmedingmi? Ular öz arasida datalash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan,
ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'rguvchilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Bu ularning dozaq o'ti bizni sanoqliq kunlarla, ya'ni mo'zayga cho'qingan 40 kunlik vaqtla ko'ydirdi deganliklari va diniy jihatdan o'ydirib chiqargan narsalarning o'zlarini oldiganligi uchundir. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladigan, ularga azobni ziyoda qilib o'tish yoki savobini kamaytirib o'tish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Aytqinki, podshohlikning egisi bo'lgan Alloh, xohlagan odamga podshohlikni bersan, xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning g'azinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Keçini gündüzge kirgizsen, gündüzni keçiga kirgizsen. Şunun bilan kecha kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turdi. Jonliqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni, jonsizdan, ya'ni jonliq bo'lgan obi ma'nidan chiqarsan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan obi ma'nini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq bersan. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Müminler müminlerini koyup kafirlerini dost tutmusun. Kimki şunda kılıdiken o Allah'ın dostluğuna erişelmeydi. Ulardan korkup dostluk izhar kılışınlar bunundan müstesna. Allah sizlerini özünün azabından korkutudu. Ahir kaydıdığan cay Allah'ın dergahidir. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Aytqinki, dilinglardikini mayli yo'shiringlar, mayli oshkorlanglar, Alloh uni bilib turadi. Alloh osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadi. Alloh har narsaga qodirdir. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
u kunda ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarni ko'rmaslikni o'zi bilan yomon ishlarning orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Alloh bandalarga mehribondir. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ey Muhammed, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'rsa, Alloh kofirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilgan va payg'ambarlarga osiylik qilganlarni do'st tutmaydi. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Allah haqiqatan Adamni, Nuhni, İbrahim avlodini, İmron avlodini payg'ambarlikka tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Bu avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Alloh bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarning niyatlarini bilib turg'uchidir. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Öz vaqtida İmronning ayoli aytdi: "Parvardigorim, men qo'rchiqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga otidim. Bu nazrimni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan, niyatimni bilib turg'uchisan." فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. O qiz tuqqan vaqtida: "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim" dedi. Uning nima tuqqanligini Alloh obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki: "Men uni Maryam otidim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun senga seg'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman." فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yonida biror yemaklik uchirtatdi. U: "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam: "U Alloh tarafidan keldi" deydi. Alloh haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizlar hisobsiz rizq berdi.
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Şu vaqtda, ya'ni Maryamning karomatini ko'rgan chaqda Zakariya Parvardigoriga duo qilib: "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin, haqiqatan duoni eshitguchisan" dedi. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. O ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga: "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isoni tasdiq qilguvchi, Sayyid, Parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berdi" deb nido qildi. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. O Parvardigorim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar: "Alloh shuningdek qolig'ini qiladi, ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas" dedi. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. O Parvardigorim, menga ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishona ato qilgin dedi. Alloh: "Sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qila olmaysan, ya'ni zikri tasbih etishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishoratla qilasan. Ne'matimga shukr qilish yuzasidan Parvardigoringni ko'p yod et. Kechda atdiganda tasbih et" dedi. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah haqiqatan seni bütün ayollarning ichidan tanladi, seni pok qildi, seni bütün jahon ayollaridan ortiq qildi." يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilguvchilar bilan birga ruku qil. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Ey Muhammed, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayb xabarlaridandir. Maryamni ularning qaysisi tarbiyasiga ilish masalasida chek tashlash yuzasidan qalamlarini suvga tashlagan chaqda sen ularning yonida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarda sen ularning yonida yo'q eding. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Öz vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah sana otining vositasiz Allah'ның bir kelimesinden törelgen bir buğaq bilen hoş haber berdi ki, onun ismi Mesih, Meryem oğlu İsa'dır. O dünya ve ahirette abruyluq ve Allah'a yakınlardan buludu. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
u böşükdimi, ya'ni bovoqliq chig'idimi, o'ttir yosh bo'lgandimi kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvodorlikda komil, yaxshi odamlardan bo'ladi. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Maryam, Parvardigorim, menga insonning qo'li tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam, qandoq bolam bo'ladi? dedi. Farishta, Alloh xolig'ini shundoq yaratadi, ya'ni ota-ona orqaliqmi va uningsizmi yaratadi. Biror ishning bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel, deydi-da, u vujudga keladi, dedi. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Allah onunğa xatni, hikmetni, yani söz harekette doğru buluşunu, Tevratni, İncilni yüktüdü. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Uni Bani İsrailga peygamber kılıp əvətidu. O deydu, şübihisiz ki sizlərgə mən Rabbinlar tərəfindən bolğan peygamberlikimnin rastlıqını göstərdiğən bir möcüzə edib gəldim. Mən sizlərgə laydın quşның şəklindək bir нәрсе yasayman. Onda onunğa püləymən də Allah'ın izni bilən o quş buludu. Tuğmu korni, bərəs kesilini saqaytıman. Allah'ın izni bilən ölüklərini tirildirmən. Sizlər yeydiğən və uyunlarda saqlaydiğən yeməkliklərdən xəbər berimən. Yani sizlərning yoşurun ahvalınlarını eytib berələyman. Şübihisiz ki, əgər sizlər Allah'ның möcüzələrə işəngücü bolsanlar, bununda yani mən keltirgan möcüzələrdə sizlər üçün əlbəttə mening rastlıqımni göstərdiğən roşan alamet var. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. Mən ilgiri kelgan Tevratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Men sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil elib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Innalloha robbi va robbukum fa'buduh. Hada siratun mustaqim. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarningmi Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. İsa ularni, yani Yahudilardan kufrda çıng turup onu öldürüş niyeti kelgenlikini sezgen çağda Allah üçün Allah'a davet kılış yolunda bana kimler yardım berdi dedi. Havariler, yani onun təvəllərdən hakiki müminler etti. Allah üçün sana biz yardım berimiz. Allah'a iman ettik. Guvah bolğun ki biz peygamberlikinge boysunğucularımız. Rabbena آمنا بما
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Parvardigorimiz, sen nozil qilgan kitobga ishondik, payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Ular mikr ishlatdi. Ya'ni Isa alayhissalomni o'ltirmoqchi bo'ldi. Allah ularning mikrini barbod qildi. Isa alayhissalomni qutqizib osmonga elib chiqib ketdi. Allah mikr qilguvchilarning jazosini obdan berguchidir. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Öz vaqtida Allah aytdi: Ey İsa, men seni ajiling yetkanda qabzi ruh qilaman, seni dargohimga ko'tiraman, ya'ni osmonga ilib chiqaman. Seni kofirlardan pok qilaman, ya'ni seni o'ltirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kofirlardan ustun qilaman. Ondan mening dargohimga qaytisizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni Isoning ishi ustida oranglarda men hukm chiqaraman. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. Kafirlarga bolsa, dunyoda va oxiratda qattiq azob qilaman. Ularga ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. İman etgan ve yaxshi amal qilganlarga kelsak, Allah ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq beradi. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin? ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. Ey Muhammed, bu bolsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir ve hikmetlik Kur'an'dır. İnne mesele İsa indallahi kemeseli Adem. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Şübihisiz ki Allah'ın nazarında İsa'nın misali, o atsız yaratılganlıktan Adem'nin yani Adem aleyhisselam'nın misalıga okşaydı. Adem'ni Allah ata-anasız tupraqdan yarattı. Ondan onunla vücudga kel dedi de o vücudga keldi. İsa'nın işi Adem'nin işinden acablanarlik emas. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. İsa haqidagi bu söz Allah tarafından nazil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qilguvchilardan bo'lmag'in. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Sen İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib, Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yolvorib duo qilayli degan. Inna hadha lahuval qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allaha lahuval azizul hakim. Şübihisiz ki bu elbette rast qıssadır.
bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Agar ular iymondan yuz o'rsa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki Alloh buzg'unchilarni bilib turadi. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudlar va Nasaralar faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilayli degin. Agar ular yuz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudlar va Nasaralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, nima uchun Ibrohim to'g'risida munozirlasizlar? Ibrohimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Holbuki Tavrat bilan Injil Ibrohimdan keyin nozil bo'ldi. So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmamsizlar. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ey Yahudilar ve Nasaralar cemaati, sizler şundak işlersizlerki, biladigan narsanglar İsa üstüde munazirleştinglar. Endi sizler bilmaydigan narsanglar İbrahim ve onun dini üstüde nimishqa munozirlasizlar. İbrahimning ishidagi haqiqatni Alloh biladi. Sizler bilmaysizlar danglar. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. İbrahim Yahudimi emas, Nasarami emas, va lekin to'g'ri dinga itoat qilguvchi, Allohga bo'ysunguchi edi. Mushriklardan emas edi. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mo'minlardir. Alloh mo'minlarning madadkoridir. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdirdi. Buning vaboli ularga hasilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Ey ahli kitob, Allohning oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'onning haqligini bilib turib nimishqa inkor qilasizlar? يا
أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirusizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning kitoblaringlardagi sifatini yo'chirsizlar? وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ahli kitobdan bir turkumi mo'minlarga nozil qilingan vahiyga attiganda iymon etinglar. Kashqurunliqi yenib elinglar. Shunda qilsanglar ular iymondan qaytishi mumkin. Faqat sizlarning dininglarga agashganlarga ishoninglar dedi. Ey Muhammad, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudlar bir-biriga aytidi. Birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishdan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga agashgan odamlarga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pokit bo'ladi. Ey Muhammad, aytqinki, fazil, karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Alloh uni xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Alloh hammani bilguchidir. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Allah rahmetini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazil egisidir. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytarib berdi. Ulardan yana ba'zi kishilarmi borki, uningda bir dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmig'icha, ya'ni qayta suylimigicha uni sana qaytarib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummilarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas, dedi. Ular bilib turib Allohning nomidan yolg'onni to'qiydi. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Undaq emas. Ya'ni ular boshqa dindikilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Alloh do'st tutgan kishilardir. Chunki Alloh taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allahqa bergan ahdini va qasamlarini ozgina badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erishamaydi. Qiyomat kuni Alloh ularni xo'sh qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azob qoladi. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ulardan, yani Yahudilardan bir türkümü kitapta bulmagan nerslerini, sizlerinin kitapta bar işken dep oylışanlar üçün tillerini egri bügri kılıp okuydu ve onu Allah tarafından nazil bolgan deydu. Halbuki o Allah tarafından nazil bolgan emas. Ular bilip durup Allah namından yalganı tokuydu. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Allah birer insanga kitapni, hikmetni, peygamberlikni bergenden keyin onun kişilerge Allah'ını koyup bana bende bulunlar deyişi layık bolmaydı. Yani peygamberden mundaq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Va lekin u kitobni o'rgatganlikinglar, o'qiganlikinglar uchun Rabbani bo'linglar deydi. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Shuningdek uning farishtalarni, payg'ambarlarni rab qilishga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyuramdi. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. O vaqtida Allah payg'ambarlardan chin ahd ilib sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlarga sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qilguvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi? dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavalaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmo sizlar bilan birga guvoh bo'lg'uchilardindurman dedi. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kimki shuningdan keyin yuz o'rsa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiquvchilardir.
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Ular yani Yahudlar ve Nasaralar Allah'ның dininden yani İslam dininden başka dinni tilemdu. Halbuki asmanlardakiler ve zimindakiler ixtiyari ve ixtiyarsız revişte Allah'a boysungan tursa, ular kıyamet günü Allah tarafıga qaytırılıdı. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Ey Muhammed, ularga aytqin ki, biz Allah'a iman etdik. Bizga nazil qilinganға, yani Qur'onga, İbrahimga, İsmailga, İshaqqa, Yaqubqa ve onun avlodlariga nazil qilingan vahiyga, Musaga berilganga, yani Tavratqa, İsaga berilganga, yani İncilga ve payg'ambarlarga Parvardigor tarafidan berilganga, yani kitoblarga iman etdik. Ularning hech birini ayirib etmaymiz. Yani ularning ba'zisiga iman etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kimki İslam dinidan g'ayri dinni tilaydigan, hargiz u, yani uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. İman etqandan, payg'ambarning haq ekanligiga shohid bo'lgandan ve özlerge roşen deliller kelgenden keyin kafir bolgan kavimni Allah qandaqmı hidayet qilsin, Allah zalim kavimni hidayet qilmaydi. Ulaika jazaohum enne aleyhim la'natallahi vel melaikati ven nasi ecma'in. Allah'ның pəriştilərinin və insanların həmmisinin lənətinə uçraş ularga berilgan jazodur. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Ular dozaqda məngü qalıdı. Ulardan azab yenikiltilməydi, keçiştirilməydi. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Faqat tövbe qilganlar və buzuq əməllərini düzəltganlar bunundan müstəsna. Allah bundaqlarga məğfirət qılğucudur və mehribandır. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Şübihisiz ki iman etqandan keyin kafir bolğanlar, ondan kufrni teximi aşırğanlarning tövbesi hergizmi qabul qilinmaydi. Ani şular gumrohlardır. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
Şübihisiz ki kafir bulup tövbe kılmasın, kufri bilen ölgenlerinin hiçbirinden yer yüzüge bir kilitigan altın fidye bersimu kubul kılınmaydı. Ani şular qattiq azapqa qalıdı. Ularni Allah'ның azabından kutuldurduğun hiçbir medetkar bolmaydı. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Yaxşı görgen narsalardan sərif qılmağıca, yani mallarınlarının yaxşısını sadiq qılmağıca, hergiz yaxşılıqqa, yani cennetke erişelmeysizler. Allah'ның yolunda nemini sərif qılmanglar, Allah onu bilib turğucudur. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Tevrat nazil qılınışdan ilgiri İsrail, yani Yaqub aleyhisselam özüge haram qılgan yemeklikler, yani tögünün göşü ve sütüdün başka yemekliklerinin hemmisi İsrail evladıga halal idi. Ey Muhammed, ularga aytqin ki, agar rastçıl bolsanglar, Tevratni ilip gidip okup beqinglar. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Şuningdan keyin, yani ro'shan dalil maydonga kelgandan keyin, kimki Allah nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Aytqin ki, Allah rast etdi. İslam dinidan ibaret İbrahimning to'g'ri diniga agishinglar. U, yani İbrahim müşriklardan emas idi. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Hakikaten insanlarga ibadet için tuncu silingan öy, yani Beytullah Mekke'dur, mübarektur, cihan ehlige hidayettur. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Onunda uçuq alametler var ki, maqami İbrahim şularning biri. Beytullah'a kirgan odam amin boludu. Qodir bo'laolgan kishilarning Allah uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Kimki inkor qiladigan, ya'ni hajni tahrik etadigan, ziyni o'ziga. Shubhisizki Allah ahli jahondan, ya'ni ularning ibodatidan behojatdir. Qul ya أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Ey Muhammed, aytqin ki, ey ahli kitap, yani Yahudilar, Nasaralar, nima uchun Allohning oyatlarini inkor qilisizlar? Vaholanki Allah qilmishinglarga shohiddir. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Ey Muhammed, aytqin ki, ey ahli kitap, yani Yahudilar, Nasaralar, İslam dininin haqliqiga shohid bo'lib turib, nima uchun Allohning yo'lini agri ko'rsatishni qasdlab, mo'minlarni uningdan to'sishlar?
Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ey müminler, agar ahli kitobdan bir firqaga itoat qilsanglar, mo'min bo'lguninglardan keyin ular sizlarni kofir qilib qo'ydi. Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullohi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Sizlarga Allohning oyatlari o'qilayotgan, ya'ni vahiy uzilib qolmay, Allohning oyatlari nozil bo'layotgan va oranglarda Allohning payg'ambari hayot turgan tursa, qandoqmi kofir bo'lusizlar? Kimki Allohga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishadigan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ladi. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ey müminler, Allah'a layık ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilanla vafot bo'linglar. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Hammanglar Allohning og'amchisiga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishinglar, ayrılmanglar. Ya'ni sizlardan ilgari Yahudilar va Nasoralar ixtilof qilgandek, dinda ixtilof qilishmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini aslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni birlashtirdi. Allohning ne'mati bilan o'zaro qeyrindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zax cho'qurining girvikida edinglar. Alloh sizlarni islom orqali uningdan qutqizdi. Sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sizlarning oranglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni ma'ni qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ani shular maqsadiga erishuvchilardir. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Roşan dalillar kelgandan keyin ayrılıp ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni Yahudilar va Nasoralardek bo'lmanglar. Ani shular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Şu günde, yani kıyamet günüde bazı yüzler, yani müminlerinin yüzleri akırıdı. Bazı yüzler, yani kuffarlarının yüzleri qarıydı. Yüzü qarayğanlarga Parisler eytidu ki, iman etkininglardan keyin kafir boldunglarmı? Kafir bolganlıklar üçün azapını tetinglar. وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
Yüzü aqırğanlar Allah'ның rahmetide, yani cennette boludu. Ular onunda, yani cennette mengü qalıdı. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Bu Allah'ның ayetleridir. Ularni, ey Muhammed, sana rast okup berimiz. Allah cahan ahliga zulüm qilishni xolimaydi. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Osmonlar va zimindagi shaylar Allohning mulki, maxluqoti va bandalaridir. Hamma ishlar Allohga qaytarildi. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Ey Muhammed ümmeti, sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummat sizlar. Agar ahli kitob, ya'ni yahudlar, nasoralar iymon etsa, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mo'minlarmi bor? Ularning to'lisi fosiqlardir. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Ular sizlarga azar berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar sizlar bilan urushsa, sizlarga orqasini qilib qochadi. Ondan ularga yordam berilmaydi. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ularning qayerda bo'lmasin, Allohning va musulmonlarning himoyasida bo'lganlaridan boshqalari xorliq petib qoldi. Allohning g'azabiga uchirdi, muhtojlik cho'mdi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari va payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari uchundir. Ularning Allohning farmonidan chiqib ketganliklari va Allohning cheklimasidan eshib ketganliklari uchundir. Laysu sawaa من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Ular bir xil emas, ahli kitobdan, ya'ni yahudlar, nasaralardan kechileri Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Ular Allahqa və axiret günüge işinidu, yaxşı işlarga buyuruydu, yaman işlardan tosudu, xeyirlik işlarını qilishqa aldıraydı. Ani şular yaxşılardındır. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Ular her qandaq yaxşılıqni qilsin, o bekar ketmeydi. Allah taqvadarlarını obdan bilidu. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا
أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Şübhisizki kafirlarning mollari, bolalari Allohning azobi oldida hargiz hech narsaga dol bo'la olmaydi. Ular do'zax ahlidir. Do'zaxda mangu qoladi. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadiqlari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib, uni nobud qilib etgan sovuq shamolga o'xshaydi. Egilarining gunohi tufaylidan nobud qilingan bu ziroatga o'xshash, Alloh ularning yaxshi amallarini barbod qiladi. Ularga Alloh zulm qilmadi va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Ey müminler, özünlerden bolmağanlarını, yani münafıklarını sırdaş kılıp almanglar. Ular sizlerge buzgunçılık kılışta boşanlık kılıp kalmaydı. Ular sizlerinin müşakkatli kılışınlarını arzu kılıdı. Ularının düşmanligi eğizlerden ma'lum bulup durdu. Ularning dillarida yo'shirgan düşmanligi teximi cho'ngdir. Shubhisizki agar tushungan bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idha laqukum qalu آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Ey müminler cemaati, sizler ularını dost tutsizler, ular sizlerini dost tutmaydı. Sizlerge bolgan düşmanligini yoşurun tutudu. Sizler hemme samavi kitapka işinizler. Şundaq turuqluq ular sizlarni o'ch ko'rdi. Ular sizlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. O'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan ochiqidan barmoqlarini tishlaydi. Ey Muhammad, aytqinki, ochiqinglar bilan o'linglar. Ya'ni Alloh o'lguninglarga qadar ochiqinglarni davomlashtirsin. Alloh haqiqatan dillardikini bilguchidir. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Agar sizlarga kengchilik, mo'lchilik, nusrat, g'animat qatorliq birər yaxşılıq yetsə, ular bunundan qayg'urdi. Agar sizlarga ig'irchilik, qahatchilik va mag'lubiyat qatorliq birər yomonlik yetsə, ular bunundan xo'shal bo'ladi. Agar sizlar ularning aziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning hilisi sizlarga qilch ziyon yetkazolmaydi. Alloh ularning qilmishlarini haqiqatan to'liq bilguchidir. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ey Muhammed, öz vaqtida sen etdiganda uyingdan Uhudga chiqib, mo'minlarni urush saplariga o'rinlashtirding. Alloh so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Öz vaqtida sizlardan ikki guruh, Bani Salama aymiqi bilan Bani Harisa aymiqi ojizlik ko'rsatmoqchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Alloh ularning madadkori edi. Mo'minlar jimi ahvoli va jimi ishlarda Allohga tavakkul qilsin. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah sizlarga Badrda nusrat ato qildi. Holbuki sizlar kuchsiz edinglar, soninglar va qurolinglar oz edi. Allohning sizlarga bergan nusratiga shukr qilish yuzidan Allohdan qo'rqinglar. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. Ey Muhammed, öz vaqtida sen mo'minlarga Parvardigoringlar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, yana yetmamdi deytding. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Shundoq u yetidu. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib, uning amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda Parvardigoringlar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam berdi. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Allah uni, ya'ni farishtalar orqali yordam berishni faqat sizlarga xush xabar bo'lsin va dilinglar shuning bilan xotirjam bo'lsin. Shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmasin deb qildi. Yordam faqat g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Alloh tarafidandir. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Allah'ның yardımı kafirlarning bir turkumini aloq qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lishlari uchundir. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Ey Muhammed, hiç iş, yani bendilerinin işlerinin tedbiri senin ixtiyoringda emas. Allah ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qiladi, ya ular zolim bo'lganligi uchun kufrda ching tursa, ularni azobga duchor qiladi. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Allah mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ey müminler, cazanını qatmuqat aşırıp yemanglar. Maqsadinglarga erishish uchun Allohdan nahiy qilgan ishlarni tarik etib qo'rqinglar. Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Kafirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan, ya'ni do'zax kirishga sabab bo'ladigan yomon ishlardan saqlaninglar. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sizlarga rahmat qilinish uchun Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. وَسَارِعُوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Parvardigoringlarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zamincha keladigan jannatga oldiranglar. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Taqvodorlar kengchilikdimi, qisınchilikdimi Allah yo'lida pul mol sarf qildiganlar. O'ch ilishga qodir turuqliq ochiqini yutadiganlar, yomonlik qilgan yoki bo'za qilgan kishilarni kechirdiganlardir. Alloh yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ularning, yani yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Parvardigor tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qilguvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sizlardan ilgari nurg'un ummatlar kelib ketdi. Yer yuzida sayr qilinglar. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Bu Qur'on umumi insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatkichidir va vaz nasihatdir. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Cihatdan boşuşup qalmanglar. Şehit bolğanlar üçün qayg'urmanglar. Agar mo'min bo'lsanglar, ustunlik qozonasizlar. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlargami Badri jangida o'xshashlar shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni g'albini hamisha bir firqada qilmay, bir kun bu firqada, bir kun u firqada qilamiz. Bu Allohning haqiqiy mo'minlarni munofiqlardan ayirishi uchundir. Sizlarni shehidlardan qilishi, ya'ni sizlardan ba'zilarini shehidlik darajasiga musharraf qilishi uchundir. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Müminlarni ularga yetgan musibat orqali poklashi uchundir. Kofirlarni yo'q qilishi uchundir. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.
Ey müminler camiasi, Allah sizlerden haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayirmay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilanla jannat kirishni o'ylamsizlar? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sizler ölüm, yani düşman bilen uçuruştan ilgiri onu arzu kılattınlar. Mana onu öz gözünler bilen gördünler. Emdi nemişki mağlup bolusizler? وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammed fakat bir peygamberdir. Onundan burun köp peygamberler ötdi. Ularning ba'zilari o'z ajli bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar? Ya'ni iymonda yenib murtad bo'lamsizlar? Kim orqasiga yenib oladi ekan, ya'ni murtad bo'ladi ekan, u Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Alloh shukr qilguvchilarni mukofotlaydi. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Hiç kişi Allah'ın iznisiz ölmeydi. Allah her adamның əcilini pütüvetken. Adamның ömrünü korkunçaqlıq uzartalmaydı. Batırlıq qısqartalmaydı. Kimki dünya savabını gözlese, onunğa dünyanın savabını verimiz. Onun ahiretlikten nisibisi bolmaydı. Kimki ahiretnin savabını gözlese, onunğa ahiretnin savabını verimiz. Şükür qılğıçılarını mukafatlayımız. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Nurgun peygamberler bilen köpligen xudojo'y o'limalar birlikte jang qildi. Ular Allah yolida yetken külpetlerden ruhsizlanmadı, boşaşmadı, bosh egmidi. Allah o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidoshlik berguvchilarni do'st tutdi. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Ularning so'zi faqat Parvardigorimiz gunohlarimizni, ishimizda chekdan oshqonligimizni mag'firat qilgin, qadamlarimizni jang maydonida mustahkam qilgin va kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin degandan boshqa bo'lmadi. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah ularga dunyoning savobini, ya'ni dushmanlar ustidan g'alaba qilishni va oxiratning yaxshi savobini, ya'ni jannat va uning ne'matlarini ato qildi. Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u allazina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Ey müminler, agar sizlar kofirlarga itoat qilsanglar, ular sizlarni orqanglarga, ya'ni kufrga yondirdi. Shuning bilan ziyon tortib qolasizlar. Balillahu mawlaakum wa huwa khayrun nasirin.
Undaq emas. Yani ular sizlarning itoat qiladigan madadkoringlar emas. Alloh sizlarning madadkoringlardir. Uningga itoat qilinglar. U yordam qilguvchilarning eng yaxshisidir. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. İlahligi haqida hech bir dalil tushirmagan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik qilganliklari uchun kofirlarning dillariga qo'rqinish solamiz. Ularning boradigan joyi do'zaxdir. Zolimlarning joyi, ya'ni do'zax haqiqatan yomon joydir. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah sizlarga qilgan dushmaninglarga qarshi nusrat ato qilishdan iborat va'dasida turdi. Allohning izni bilan ularni qirib-atatdinglar. Allah sizlar yoqtirdigan g'albini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida janjallashtinglar. Payg'ambarning amriga bo'ysunmadinglar. Ba'zilaringlar dunyoni ko'zildinglar, ba'zilaringlar oxiratni ko'zildinglar. Ondan Allah sınaş üçün sizlerden düşmanını qaytırdı. Yani sizlerini g'albidan mag'lubiyatga yuzlandirdi ve sizlerini hakikaten afu qildi. Allah müminlerge merhamet qilg'uchidir. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Öz vaqtida payg'ambar: Allohning bandalari, mening tarafimga kelinglar. Men Rasulullohdurman. Kimki jihad maydoniga qaytsa, u jannatga kirdi deb orqanglardan sizlarni chaqirib turadi. Sizlar hech kishiga qaramay qochatdinglar. Buningdan keyin qo'linglardan ketgan narsaga, ya'ni g'animatga, beshinglarga kelgan musibatga, ya'ni mag'lubiyatga qayg'urmasliklaringlar uchun Alloh sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Ya'ni sizlarning g'animatdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. Alloh qilmishlaringlardan xabardordir. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم
والله عليم بذات الصدور. G'amdan keyin Alloh sizlarga aminlik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mo'minlarni mugdak bosdi. Yana bir qisminglar, ya'ni munofiqlar o'zlari bilan bo'lib ketdi. Ya'ni kuffarlar qayta hujum qilarmi deb jon qayg'usi bilan bo'lib ketdi. Bular jahiliyat davri kishilariga o'xshash Allohga qarta noto'g'ri gumonlarda bo'ldi. Ular bizga Alloh va'da qilgan g'albidan nisiva bormi deydi. Aytqinki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida. Ular sana oshkor qilmaydigan narsalarni o'z ichida yo'shirishdi. Ular agar bizga g'albidan ozroq nisiva bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydiq deydi. Ey Muhammad, aytqinki, agar sizlar o'ylaringlarda bo'lgan taqdirdimi, oranglardagi o'ltirilishi putib etilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ladigan joylariga berishidi. Allohning qazosidan qochib qutulg'ili bo'lmaydi. Allohning bunday qilishi ko'ngillardagini sinash va qalbinglardagi narsalarni poklash uchundir. Alloh ko'ngillardagini yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin bilguchidir. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Ki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda ichinglardagi jangdan haqiqatan yuz o'rgan kishilarni ba'zi qilmishlari, ya'ni payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilganligi tufaylidan shayton tiyildirishga urindi. Alloh haqiqatan ularni afv qildi. Alloh haqiqatan mag'firat qiluvchidir, nihoyat halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Ey müminler, seferge çıkan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlar haqida ular yinimizda bo'lganda o'lmaydi va o'ldirilmaydi degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Alloh buni ularning dillarida hasrat qilsin. Alloh tirildirdi va o'ldirdi. Ularning g'azotga chiqmasligi ularni o'limdan qutuldira olmaydi. Allah qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Şübhisiz ki, agar sizlar Alloh yo'lida, ya'ni g'azotda o'ltirilsanglar yoki g'azotga ketib berib o'z ajlinglar bilan o'lsanglar, sizlarga Alloh tarafidan bo'lgan mag'firat va rahmat albatta ularning to'playdigan dunyosidan ortiqdir. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. Agar sizlar o'z ajlinglar bilan o'lsanglar yoki jang maydonida o'ltirilsanglar, oxiratda cho'qim Allohning dargohiga to'plansizlar. Allah sizlarni amalinglarga qarab mukofotlaydi. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah'ın rahmeti bilen sen ularga mulayim buldun. Eğer qopal, bağır qattiq bo'lgan bo'lsang, ular çörəngdən tarqab ketətdi. Ularni afu qil, ular üçün məğfiret tiligin. İşte ular bilen kengişkin. Kengişkəndən keyin bir işqa bel bağlasan, Allah'a tevekkül qılğın. Allah hakikaten tevekkül qılğıçlarını dost tutudu. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ
وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Agar Alloh sizlarga yordamini tarik etsa, Allohdan boshqa sizlarga kim yordam berdi? Mo'minlar yolg'iz Allohga tavakkul qilsin, ya'ni hamma ishni Allohga topshirsin. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Hech qanday bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Ya'ni buni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Kimki g'animatga xiyonat qiladigan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsasi gajgisiga ortilgan holda keladi. Har kishining qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobini kamaytib etib, osiylarning jazosini oshirib etib zulm qilinmaydi. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Allah'ın razılığını izleyen kişi, Allah'ın gazabına uçrashqa tegishlik bo'lgan kishiga o'xshamdi. Allah'ın gazabına uçrashqa tegishlik bo'lgan kishining boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nimdiga yomon joy. Hum darajatun indalloh. Vallohu basirun bima ya'malun. Allah'ın dergahida ularning darajasi turlik bo'ladi. Allah ularning qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah müminlerge Allah'ın ayetlerini tilavet kılıdığan, ularını günahlardan pak kılıdığan, ularga kitapni ve hikmetni, yani Kur'an ve sünnetni üktüdüğan, özlerden bolgan bir peygamber evetip, ularga çoğun ihsan kıldı. Halbuki ular burun uçuk gumrahlıkta idi. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sizlerge yetken musibet, sizler düşmenge yetküzgen musibetinin yerimiği ten kelediğen tursa, yani Uhud gazıtıda sizlerden 70 kişi şehit bulgan tursa, Bedri gazıtıda bolsa, müşriklardan 70 kişini öldürgen, 70 kişini esir algan tursanlar, sizler yana bu musibet qayerden keldi, dedinlar. Etkin ki, o sizlerinin özlerinlardan, yani peygamberinin emrige xilaplık kılganlıkınlar ve ganimetke yeriş bolganlıkınlardan boldu. Allah hakikaten her nersige qadirdir. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Ki qo'shin uchrashgan kunda, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar to'qinishgan Uhud jangida sizlarga kelgan musibat Allohning irodasi bilan kelgandir. Bu haqiqiy mu'minlarni bilish, ya'ni ayirish uchundir. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Ve münafıklarını biliş, yani ayırış üçündür ki,
ularga kelinglar, Allah yo'lida urush qilinglar yoki o'zinglarni qo'g'dinglar deyilsa, ular urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga ergashatdik, ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdik dedi. U kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni eg'izdirdi dedi. Ular yo'shirganni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni Allah obdan biladi. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Bu yana Allah'ның urushqa chiqishni xohlamaydigan munofiqlarni ayirishi uchundir ki, ular uylarida o'ltirib qarindoshlarga, agar ular, ya'ni mo'minlar bizga bo'ysungan bo'lsa, ya'ni nasihətimizni anlab urushdan qaytgan bo'lsa, o'ltirilmaydi dedi. Ey Muhammad, bu munofiqlarga aytqinki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldiradigan bo'lsa, o'limni o'zinglardan dab'i qilib beqinglar, agar davoyinglarda rostchil bo'lsanglar. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Allah'ның yolunda şehit bulğanlarını ölük deb guman qılmagın. Belki ular tirik bulup Allah'ның dergahidagi rızıqdan bahramon qılınıdı. Yani cennetning ne'matlaridan attigan akşamda mengülük rızıqlandırıp turuludu. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ular Allah'ның özlerine bergen pəzlidin xursandır. Özlerinin arkasından tehi yetip gelmegen, yani şehit bulmay tirik qalğan qeyrindaşlarga ahirette ne korkunuş, dünyadan ayrılğanğa ne qaygı yok ikelligi bilen hoş haber berişini tileydi. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Ular Allah tarafından berilgen nimet ve pəzlini, müminlerinin əcrini Allah'ның bekar qılıb etməydiganlığı bilen hoş haber berişini tileydi. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Uhud gazıtıda yarlanğandan keyin Allah'ның ve peygamberinin çağırıqıga avaz qoşqanlar, ular, yani müminlerden yaxşı əməllərini qılğanlar ve taqvadarlıq qılğanlar çoğ savabqa erişidi. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Müşrikler taraftarı bulgan adamlar ularga şek şübsiz ki kişiler, yani Qurayşlar sizlerge karşı qoşun topuldu. Ulardan korkunlar dedi. Bu söz ularning imanını küçeytti. Ular bizge Allah kupaya, Allah nemi degen yaxşı ami dedi. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Ular Allah'ның nimeti ve fəzli bilen qaytib geldi. Hiç qandaq ziyan zahmet uçurmadı. Ular Allah'ның razılığını izledi. Allah uluq fəzil egisidir. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Ani şu şeytan öz dostlarını, yani kuffarlarını korkutudu. Eğer mümin bolsanlar, ulardan korkmanlar, menden korkunlar. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا
يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Ey Muhammed, kufrıga özlerini atğanlar, yani sözleri ve hareketleri bilen kufrıga çapaşlaydıgan münafıklar seni g'amkin qilmasin. Ular haqiqatan kufri bilan Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah oxiratda ularga savobdan hech bir nasiba bermaslikni xohlaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Innallazina ishtarawul kufra bil iman lan yadurrullaha shay'an wa lahum azabun alim. İmanni kufriga tegishganlar, ya'ni mazkur munofiqlar kufri bilan Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Kafirlar özlerine ceza vermezden mühlet berişimizni, yani ömrünü uzun kılışımızını hergiz özleri üçün faydalık deb guman kılmışsın. Ularga mühlet berişimiz ve ecilini keçiktirişimiz fakat ularının günahının köpüşü üçündür. Ular ahirette har kılgıcı azabı duçar boludu. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah yamanni, yani münafıqni, yaxşidin, yani mömindin ayrımıgıca möminlarni, yani sizlarni hazırqı petanlarca qoymaydı. Allah sizlarni g'ayibdinmi xabardor qilmaydi. Va lekin Allah payg'ambarlardan xolig'ini tanlab, uningga Muhammad alayhissalomga munofiqlarning holini bildirgandek g'aybni bildirdi. Allahqa va uning payg'ambarlariga iymon etinglar. Agar sizlar iymon etsanglar va Parvardigoringlardan qo'rqsanglar, cho'ng savobga erishsizlar. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Allah öz fəzlindən bergen nərslərə, yani pul malğa bexillik qılıdığanlar, bexillikni özləri üçün faydalıq deyə guman qılmasın. Əməldə bu ular üçün ziyanlıqdır. Ularning bexillik qılğan nərsi Qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib selinadi. Osmonlarning va yerning mirosi Allohningdir. Ya'ni koinotdagi hamma narsa Allohning mulki bo'lib, ular fani bo'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytadi. Alloh qilgan amallaringlardan xabardordir. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Allah bolsa haqiqatan faqir, biz bolsaq boy degan kishilar, ya'ni Yahudilarning so'zini Allah haqiqatan angladi. Ularning so'zlarini va payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklarini xotirlab qo'yimiz. Yani nam amaliga muakkal farishtalarga buni ularning nam amaliga yezishni buyuramiz. Hamda oxiratda farishtalar tili orqali ko'ydirguchi azobni tetinglar deymiz. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Bu sizlarning qilmishinglar tufaylidir. Allah bandalarga zulm qilguvchi emasdir.
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Ular Tevrat'ta Allah bizni osmondan tushgan o't yeb ketadigan bir qurbonlik keltirmagicha haqiqatan hech bir payg'ambarga iymon keltirmaslikka buyurdi dedi. Bu iftira bo'lib, Allah ularni buyurgan emas. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarga mo'jizlar va sizlar aytgan mo'jiz bilan haqiqatan nurg'un payg'ambar keldi. Agar sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularni nimishqa o'ltirdinglar? فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Ey Muhammad, ular seni yolg'onga chiqargan bo'lsa qayg'urib ketmagin. Sendan ilgari o'tgan mo'jizlarni, kitoblarni, ya'ni İbrahim alayhissalomga nozil qilingan sahifalarga o'xshash samoviy kitoblarni va nurluq kitobni, ya'ni Tavrat, Injilga o'xshashlarni ilib kelgan nurg'un payg'ambarlarmi yolg'onga chiqarilgan edi. Kullu nafsin za'iqatul maut va innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Her bir can igisi ölümnün təmini tetuğucudur. Sizlərinin əcrinlər, yani əməllərinlərinin savabı kıyamet günü toluq berilidir. Kimki dozaqdan yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi. Dunyo tirikchiligi faqat aldaydigan moldan iboratdir. Ya'ni aldaydigan narsa bo'lib, ozg'ina bahramon bo'lgandan keyin tugaydi. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Sizler mallarınlarda sadiqıga buyuruluş ve afet yetişi bilen ve canlarınlarda qatl qilinish, asir elinish, kesal bo'lish bilan cho'qim sinilsizlar. Sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudlar va Nasaralardan, mushriklardan cho'qim nurg'un yomon so'z anglaysizlar. Agar yuqorqi ahvollar yuz berganda sabr qilsanglar, so'zinglar va harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, undaqda bu haqiqatan iroda bilan qilinishga tegishli ishlardandir. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Öz vaqtida Allah kitap berilganlar, yani Yahudlardan kitapni, yani kitapdaki Allah'ның ahkamlarını kişilerge çoğun bayan qilib berishga ve yoşurmaslıqqa ahda oldi. Lekin buni, yani ahdini ular orqasiga cho'rivatdi ve onu ozg'ina badalga, yani dunyoning arzimas narsasiga tegishdi. Ularning tegishib olg'ini nimidiga yomon? لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Ey Muhammed, qilgan ishlardan, ya'ni haqni yapqanligidan xushal bo'ladigan, qilmagan ishlari bilan madhiyalanishni yaxshi ko'radigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuladi deb gumon qilmagan. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsaga qodirdir. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Shubhisizki, osmonlarning va zaminning yoritilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ular öğrü turgandımı, olturgandımı, yatqandımı Allah'ını əslab turdu. Osmonlarning va zaminning yoritilishi to'g'risida fikr yurgizdi. Ular aytdi: Parvardigorimiz, buni bekor yaratmading. Sen poktursan. Bizni do'zax azobidan saqlagin. Robbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma liz-zalimin min ansar. Parvardigorimiz, sen kimniki do'zaxga kirgizadigansan, uni albatta xor qilgan bo'lasan. Zolimlarga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Robbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Parvardigorimiz, biz haqiqatan bir chaqirg'uchining, ya'ni Muhammad alayhisalomning Rabbinglarga iymon etinglar deb iymonga chaqirganligini angladik. Iymon etdik. Parvardigorimiz, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, yomonliklarimizni yo'q chiqargin, bizni yaxshilarning qatorida qabzi ruh qilgin. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Parvardigorimiz, bizga payg'ambarlaring orqali va'da qilgan narsani, ya'ni itoat qilganlarga xos bo'lgan jannatni bergin. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmagin. Sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Ularning duasini Parvardigori ijobat qildi. Men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qilguvchining qilgan amalini bekor qilib etmayman. Sizlar bir-biringlardan to'ralgan, hijrat qilganlar, yurtlardan haydab chiqarilganlar, mening yo'limda, ya'ni Allohning dini uchun aziyat tatqanlar, urushga qatnashganlar, ya'ni mening yo'limda urushganlar va mening yo'limda o'ldirilganlarning gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan
albatta yo'q chiqiraman. Albatta ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Kafirlarning pul, mol, obro'y, martaba izlash yuzsidan shaharlarda kezib yurishlari seni aldımısın? متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Bu azgına bəhrman boluşdur. Kelgüsüdə onların joyi cehennem boludu. O nimdige yaman töşek. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Parvardigarınğa taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardan bahramon bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutib olishdir. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat yaxshi bandalari uchun kuffarlar bahramon bo'lgan baqosi yo'q ozg'ina rohatdan ortiqdir. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqidi. Allohning oyatlarini ozg'ini badalga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhissalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartib etmaydi. Ularga Parvardigorning dargohida savob beriladi. Alloh haqiqatan tez hisob olg'uchidir. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ey müminler, taat ibadetning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan eg'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamliq bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab, jihodga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar.